O'zbekistonda Google'dagi sharoitlar bor, IT o'qitadigan o'quv markaz borligini bilarmidinglar? Videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu joy qattaligini, undan tashqari chet el kurslarni bitirib, $1000 oylikli ishga kirishni o'rgatamiz. Bu akademiya o'quvchilariga juda ham zo'r sharoitlar yaratib qo'ygan. Katta bino, qulay auditoriyalar, 3 qavatli parkovka, o'qishdan tashqari charchaganda dam olish uchun chill zone, massaj kreslo, ovqatlanish uchun 2 xil kafe ham bor ekan. Betda front-end, back-end dasturlash, kiberxavfsizlik, grafik va motion dizayn kurslarini o'rganishingiz mumkin. O'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, IT sohalarini tez va oson o'rganib olsangiz bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsanglar, Uzinfocomda ish topib qolishadi. Bu kompaniyada o'rtacha 1 yil tajribasi bor xodimlar $1000 bemalol topa oladi. Bu joy YouStudy IT akademiyasi, Toshkent shahrida IT parkda joylashgan. Agar sizlar ham YouStudy kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.